Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Don va Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan ham bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 965 049 69 69. O'zbekiston raqamimiz esa 99lik kodi bilan 314 0676 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilinglar. O'zbekistondan ham Rossiyaning barcha shaharlariga qatnab avtobuslarimiz bog'lanib, o'zingizlarga joy yozdiringlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Tanlovda adashmanglar.